Haydab ham ko'rsatamiz buni. Yurishi dim yomon kelisi. Ekonix bo'lsa, arkalari elektronli bo'lsa, yurishi super bo'lsa, do'stlar, narxi bomba bo'lsa, 234 million so'm narxi do'stlar, qora svet. Buning narxini do'stlar, OLXdan, Toshkentdan olinib topolmaysizlar. 234 million so'm narxi 2020-yilda ishlab chiqarilgan, qora rangda, holati chotki. Xullas, kelasizlar, tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mashinamiz benzinda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Arka bagajlar ham elektronli bo'ladi. Nomerlar ham Kurtoy 700 bo'ladi. Ular chotki yaltirab ketmaydi. Sidinlari вообще kojalar ham chotki turibdi. Xullas, olasiz faqat haydaysiz. Panorama katta lyukam bor. Yurgan probegi do'stlar, atigi 104 ming kilometr yurgan do'stlar. Mashin polni shumka qilingan do'stlar. 1200 dollar polni shumka qilingan, даже eldingi krellargacha shumka bor. Tayyor avtomobil, paket balonlar qo'yilgan. Xullas, kelasizlar, haydab ko'rib tekshirib olaverasizlar. 2020-yil 104 ming kilometr yurgan, polni shumka qilingan, polni mers hadovi qilingan, 4 tona yumshoq balon qo'yilgan. Xullas, tayyor avtomobilni sizlarga 234 million so'mga qo'yib berdik do'stlar. Pastda prямо ega nomerlar turadi. Bemalol aloqaga chiqib, telefonlashib, kelishib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz 50 million bilan kelsangiz, через bankomat chiqarib beramiz. Xohlasangiz o'zingiz Gentra, Cobalt, Damas farqi yo'q. Libo avtomobilni kelasizlar, ustini kelishasizlardan olib ketaverasizlar. Ishini 01 700 ona degan nomerlarni shuni Ekonixdan sotib olib, daqib, haydab yurish hammaga nasib qilsin do'stlar. Like bosib, pastda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar.